Ingalyatsiya nima? Ingalyatsiya bu nafas yo'llarini davolash uchun turli xil dori-darmonlar, tuzli eritmalar yoki o'simlik ekstraktlarini nafas orqali organizmga kiritish jarayoni. Ingalyatsiya tabiiy va sun'iy turlarga bo'linadi. Tog'larda siyrak havodan, dengiz bo'ylarida tuz va suv bilan to'yingan havodan, igna bargli o'rmonlarda ozon, balzam bug'li havodan, mineral buloqlar yonida vodorod sulfid yoki karbonat angidrid aralashgan havodan nafas olish tabiiy ingalyatsiyaga kiradi. Sun'iy ingalyatsiya esa nebulizer, ya'ni xalq orasida ingalyator deb ataladigan maxsus tibbiy apparat yordamida turli dorilarni nafas yo'liga kiritish. Ingalyatsiya nafas yo'llarini yengillatib, yallig'lanishni kamaytirishga, shilliq qavatlarni yumshatishga va nafas oqimini yaxshilashga yordam beradi. Ayniqsa bolalar va yosh kattalarga foydali va qo'llashga qulay. Video sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.